Biz hozirgi kunda kiber dunyoda yashamoqdamiz. Yurtimizda IT sohasi, raqamli texnologiyalar sohasi kun sayin rivojlanmoqda. Axborot texnologiyalari, turli xil platformalar bizning kundalik faoliyatimizga aylanib ulgurdi. Shu bilan birgalikda kiber jinoyatlarning ham soni nisbatan oshdi. Turli xil kiber jinoyatlar paydo bo'lishni boshladi. Ushbu sohada kiber jinoyatlarni bartaraf qilish hamda kiber jinoyatlarga qarshi kurashish maqsadida kadrlar tayyorlash masalasi muammo bo'lib qolmoqda. Shu muammoni bartaraf etish uchun Samarqand davlat universiteti sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalari fakultetida kiber xavfsizlik laboratoriyasi tashkil qilindi. Ushbu sohaga qiziqqan yoshlarni jalb qilish hamda ularda kiber xavfsizlik ko'nikmalarini yanada oshirish uchun kiber xavfsizlik laboratoriyasi o'zining CTF platformasini ishlab chiqdi. Ushbu platformada siz turli xil xavfsizlikka oid bo'lgan masalalarni yechib ko'rishingiz, butun boshli tizimlarni testlab, ulardagi kamchiliklarni aniqlashingiz, nafaqat tizimlardagi, balki kriptografik, OSINT kabi sohalardagi muammolarni ushbu tizimda o'zingiz yechish orqali o'zingizning bilimingizni yanada oshirishingiz mumkin. Hozirda talabalarimiz ushbu platformadan foydalanib o'zlarining bilimlarini oshirmoqda va turli xil masalalarni, turli xil qiyinchilikdagi xavfsizlik muammolariga duch kelib, ushbu muammolarni bartaraf qilishmoqda. Bundan tashqari, CTF platformamizda siz nafaqat masalalar yechishingiz mumkin, turli xil vazifalarni bajarishingiz mumkin, balki video darslar, turli xil resurslarni o'qib, o'zingizning bilimingizni yanada oshirishingiz mumkin bo'ladi. CTF platformasiga ro'yxatdan o'tish uchun cybersamsu.uz havolasidan ro'yxatdan o'tasiz va ushbu platformadagi masalalarni yechishni boshlashingiz mumkin. Agar siz ham kiber xavfsizlik sohasiga qiziqsangiz hamda ushbu sohada malakali kadr bo'lishni xohlasangiz, fakultetimizda tashkil etilgan kiber xavfsizlik laboratoriyasiga kelib, ushbu laboratoriyada tashkil etilgan kurslarda qatnashishingiz mumkin.